Chevrolet Calos. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi videomizda Chevrolet Calos modelini tahlil qilamiz. Uning texnik xususiyatlari, dizayn jihatlari va qulayliklari haqida so'z boradi. Chevrolet Calos kichik oila yoki shahar ichida foydalanish uchun mos bo'lgan avtomobil bo'lib, undan foydalanish estetik jihatdan yoqimli, ham yonilg'i sarfi jihatdan iqtisodiy tanlov bo'lishi mumkin. Avtomobilning dvigatel jihatiga qaraylik. Ba'zi versiyalarda 1,4 litrlik 16 klapanli benzinli dvigatel qo'llanilgan bo'lib, uning kuchi taxminan 94 69 ki va maksimal aylanish tezligi 6200 rpm atrofida bo'ladi. Shu bilan birga aylantiruvchi moment taxminan 130 95 lb 3400 rpm atrofida erishiladi. Yevropa versiyalarida 1,2 litrlik versiyasi ham mavjud bo'lib, bu yerda 71 52 ki va taxminan 100 tortni momentga ega. Yonilg'i sarfi ham maqbul ko'rsatkichlarda. 1,4 versiyada shahar ichida 8, 6 100 kim, shahar tashqarisida 6, 100 kim deb ko'rsatilgan. Bu jihatdan shahar hayoti uchun yaxshi tanlov hisoblanadi. O'lchamlari jihatdan 5 eshikli vagon hatchback shaklida bo'lib, orqa o'rindiqni egizib bo'lishi mumkin. Ichki makonni qulay qilish uchun o'rindiqlar va bosh joylari yaxshi moslashtirilgan. Shuningdek, ortiqcha joy bilan bo'lakcha yuk joyi ham mavjud. Dizayn jihatini olsak, ko'zga tegadigan yorqin chiziqlar, yengil chiroqlar va oddiy, ammo zamonaviy ko'rinishga ega. Ushbu modelning yoqimli jihati, to'liq funksional avtomobil bo'lish bilan birga narxi jihatdan ham arzonroq bo'lganligi. Ichki jihozlar va qulayliklarga kelsak, konditsioner, elektr oynalar, o'rinlar uchun qulay sozlamalar, qulay haydash holatlari uchun volant va boshqa boshqaruv elementlari oddiy va qulay. Xavfsizlik jihatdan ham asosiy elementlar, old va yon xavfsizlik yostiqlari, ABS tormoz tizimi va boshqalar, ba'zi bozorlarga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Umuman olganda, Calos modelining maqsadi oddiy hayotda qulay va ishonchli avtomobil bo'lish. Shahar ichida har kuni foydalanish uchun bu model o'zini yaxshi namoyon qiladi. Kichik joylarda manevr qilish, to'xtash joylarini topish oson, yonilg'i sarfi past. Agar siz jiddiy sport versiya yoki luks segmentni izlayotgan bo'lsangiz, boshqa modellarga qarashingiz mumkin. Ammo oddiy va ishonchli avtomobil istasangiz, Calos sizni qoniqtirishi mumkin. Yana bir jihat, ehtiyot qismlar va ta'mirlash xarajatlari ham nisbatan past bo'lishi mumkin, chunki avtomobil oddiy va klassik texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan. Agar siz ushbu modelni sotib olish yoki sinovdan o'tkazish niyatida bo'lsangiz, quyidagilarga e'tibor bering. Avtomobilning ortiqcha zarari yoki avariyasi bo'lmaganligiga ishonch hosil qiling. Texnik holatini malakali ustaga ko'rsating. Servis xizmatlari ham mavjudligini tekshiring. Shuningdek, original ehtiyot qismlar va xizmat tarmog'i sizning hududingizda mavjudligiga ham ahamiyat bering. Agar sizga ushbu videoda mobil texnik jihatlar, haydovchi fikrlari yoki bozordagi narxlari ham qiziq bo'lsa,